Video ostidagi ssilka bo'yicha o'tganimizda biz quyidagi holatga tushamiz. Bu yerda sariq tugmada mana o'zi bitta turibdi, Open Account tugmasini bosamiz. Demak, birinchisida o'zimizni yashab turgan yurtimizni kiritamiz, ya'ni O'zbekiston. Ikkinchi qatorda Gmail pochta kiritamiz. Iloji boricha Gmail bo'lsin do'stlar. Yahoo, Yandex yoki bo'lmasa Mail.ru ni men tavsiya qilmayman. Faqat Gmail pochta bo'lsin iloji boricha. Pochtani kiritdim. Endi parol o'ylab topamiz. Demak, parol qo'yayotgan paytimizda 8 tadan 15 tagacha harf bo'lishi kerak. Mana oxirgi qatorga qaranglar, don't use special characters degan yozuv turibdi. Ya'ni har xil simvollarni, belgilarni qo'ymaymiz. Masalan, deylik, hamma o'zini ismini yozib turib, tug'ilgan yilini yozib qo'ysa bo'ladi. Akmal katta harf bilan 1994. Bo'ldi, tamom. Hech qanaqangi pastdan chiziqcha yoki bo'lmasa chiziqcha, qanaqadir belgilar qo'yish shart emas. Mana shu ham parol o'rnida o'tadi. Mana qaranglar, men parol yozdim. 4 tala qator ham galishga turibdi yashilda. Demak, men parolni to'g'ri qo'ydim. Hammasini to'g'ri kiritdim do'stlar. Endi continue tugmasini bosaman. Demak, biz уже kirdik kabinetga. Bu yerda demo account, real account degan hisoblar chiqdi. Bularni ochish shart emas, prosta tepada X bosamiz, ya'ni zakrit qilamiz. Menyuga kiradigan bo'lsak, long out tugmasini bosamiz. Pastda выход degan tugmani bosamiz. Biz chiqib ketdik hozir kabinetimizdan. Endi Google Chrome ga kiramizda poiskga xnas.com deb yozamiz. O'zimiz ruchnoy kiritamiz. Kirdik. Yana open account tugmasini bosamiz. Biz kabinetga kirishimiz kerak-ku. Bosganimizdan so'ng do'stlar, pastga tushamiz-da, biz o'sha registratsiyadan o'tdik. Bizga registratsiya kerak emas. Endi sign in now degan tugmani bosamiz, chunki bizda o'sha account bor. Demak, birinchisiga o'sha Gmail pochtamiz va parolimizni yozamiz. Registratsiya paytida login parolimizni albatta bloknotga yozib qo'yamiz do'stlar, telefonda qolib ketmasin yoki miyada qolib ketmasin. Sababi parol esingizdan chiqib qolishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun daftarga обязательно yozib qo'yamiz do'stlar. Demak, men hozir login parolimni kiritdim. Continue tugmasini bosaman. Ko'rib turganingizdek do'stlar, mana kabinet menga ochildi. O'sha mana tayyor shotdan berdi. Mana ko'rib turibsizlar, MT5 ta real 919 243 88 raqamli bizga shotni sistemamiz avtomatik ravishda berdi. Bizga bu shot kerak emas, shuning uchun xohlovchilar qoldirsa, masalan, men shundoq nastroykasiga kiramanda, mana burchakda turibdi. Shuni ustiga bosaman-da. Arxiv account eng pastdagini tanlab arxivga o'tkazdirib yuboraman. Men o'zim boshqatdan yangi shot ochaman keyinchalik. Buni ham sizlar bilan ko'rib chiqamiz keyin. Endi qaranglar. Bizani qiladigan ishimiz birinchi o'rinda verifikatsiyadan o'tish. Shuning uchun become a real trader tugmasini bosamiz. Tepada turibdi. Verify email, ya'ni biz hozir Gmail pochtamizni verifikatsiyadan o'tkazdirishimiz kerak. Send me a code tugmasini bosamiz. Gmail pochtamizga Xnasdan kod keladi, o'sha kodni hozir kiritamiz. Mana menga kod keldi, 451 501. Continue. Telefon raqamimizni ham kiritamiz. O'zimizning рабочий nomer bo'lishi kerak. Telefonni kiritdik. Xohlovchilar SMS, xohlovchilar call tanlashi mumkin, lekin ko'pchilik holatda biz SMS tanlaymiz, sababi SMS kelsa bizga kod keladi 6 talik, shuni kiritamiz. Xuddi mana Gmailga kelganda telefonni ham verifikatsiyadan o'tkazdirib qo'yamiz. Send me a code tugmasini yana bosamiz. Telefonimizga hozir kod SMS tarzida keladi, shuni kiritamiz. Tak, mana kiritdim. Continue tugmasini bosaman. Tak, first name, last name, ya'ni ism familiyani kiritamiz. Pasportda qanday bo'lsa, shundayligicha yozamiz. Shaxsiy ma'lumotlarni kiritayotgan paytda familiya, ismlarni hammasini pasportda qanday bo'lsa shundayligicha kiritishimiz kerak bo'ladi. Demak, birinchisida ismimizni kiritamiz. Last name degan joyga familiya. Tak, mana bu joyda gender degan joyda jins tanlaymiz va tug'ilgan yilimizni. Demak, adres degan joyga yashab turgan manzilimizni, ko'chamizning nomi, uyimizning raqamini kiritsak yetadi. Shahar, tuman, MFY, QFY deb o'tirmaylar. Ko'chalarning nomi, uylarning raqami bo'ldi. Tak, hammasini to'ldirdik. Continue tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, biz verifikatsiyani bir qismidan o'tdik. Endi mana complete verification tugmasini bosamiz, pastda turibdi. Ya'ni verifikatsiyadan to'liq o'tamiz. Tak, profession industry degan joyga nima ish bilan shug'ullanasizlar? Shuni yozib qo'yishingiz mumkin. Bitta hammasi inglizcha do'stlar. Hozir mana kimdir student, kimdir arxitektor, kimdir IT razraботчик, kimdir iqtisodchi va hokazo. Masalan, men hozir Azir deb yozib qo'yaman, boshqa degani. Tak, mana bu joyga ham Azir deb yozib qo'ysak bo'ladi. Lekin hamma o'zining kasbini yozish kerak. Demak, birinchi
testga employment status degan joyiga biza nima yozsak, nimani tanlasak bo'ladi? Student deb tanlasak bo'ladi. Chunki men hozir verifikatsiyadan o'tkazayotgan inson haqiqatan ham student. Tak, ikkinchi qatoriga trading bilan shug'ullanganmisiz oldin deyapti. Endi kim qancha vaqt trading bilan shug'ullangan? 1 yilmi, 2 yilmi, 4 yilmi? Masalan, shug'ullanmaganman deb tanlayman men. Tak, akkaunt ochishdan maqsad nima deyapti? Uchinchisida investitsiyani tanlaymiz. Qancha daromad topasiz? 0 dan 20 minggacha. Qancha daromad xohlaysiz deyapti bu yerda. 0 dan 20 minggacha buni ham. Tak, mana bu joyda do'stlar qaranglar. Employment business deb tanlaylik mana shu ikkinchisini. Hammasini tanlab chiqdik. Endi continue tugmasini bosamiz. Bosganimizdan so'ng biza уже qaranglar. Birinchisiga pasportimizning rasmini joylashimiz kerak bo'ladi. Kimda pasport bo'lsa, oldi tomoni bo'lishi kerak, tiniq rasmga olingan bo'lishi kerak, to'rttala tomoni ham ko'ringan bo'lishi kerak, qirqilib, boshqa qilib yo bir narsa yopib qolmasligi kerak do'stlar. ID karta bo'lsa ham tiniq rasmga olingan bo'lishi kerak, xira bo'lib qolmasligi kerak. Xira bo'lsa do'stlar, verifikatsiyadan qaytaradi, отказ qiladi. Iloji boricha skaner variant bo'lsa yaxshi bo'ladi. Demak, sariq tugmani bosamiz, upload documents degan tugmani. Bosganimizda qaranglar, bizga qaysi hujjatni yuklaysan deb boshida so'raydi sistema. Pasport, haydovchilik guvohnomasi, ID karta va qanaqadir hujjat yana. Men hozir ID kartani tanlaymanda mana bu joyda qaranglar. Birinchisida ID kartani oldi tomoni the front of your document deyapti, ikkinchisida upload the back of your document, ya'ni orqa tomoni. Ya'ni ID kartanglar oldi va orqa tomoni rasmga olingan bo'lishi kerak. Tayyor bo'lishi kerak, galereyada turgan bo'lishi kerak. Men hozir tayyorlab qo'yganman, menda tayyor. Shuning uchun birinchisiga oldi tomonini yuklayman, ustiga bosaman. Birinchisiga mana yukladim oldi tomonini, endi ikkinchisiga ustiga bosib, orqa tomonini ham yuklayman. Mana ko'rib turganinglardek hujjatlarni yukladim. Endi submit document tugmasini bosaman. Bosganimdan keyin mana ketdi. Endi ikkinchisi verify residence, ya'ni biza o'zimizning yashab turgan adresimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Bunga nimalar kiradi? Bunga bankdan выписка, spravka, elektr, gaz, suvga, svetga to'lovlar, kommunal to'lovlar agar uy nomingizda bo'lsa yoki bo'lmasam shtraf to'lagan bo'lsanglar, GAIda sizlar o'zingizlar nomingizga chiqqan bo'lsa, u ham o'tadi. Sababi u yerda ham ism, familiyalar, yashash adresinglar mavjud. Va hokazo hujjatlar kerak bo'ladi. Pasportning orqa tomoni, propiska tomoni o'tmaydi do'stlar. O'tmaydi. Endi hozir bizda ikkita variant bor. Ya'ni birinchi variant bankdan spravka olishimiz kerak. Qanaqa spravka bo'ladi? Masalan, kimni qaysi bankdan kartasi bo'lsa, Uzcard Humo ochtirgan bo'lsa, deylik, Infinbankdan meni Uzcard'im bor yoki Humoyim bor. Men Infinbankka boramanda, u yerdagi xodimlardan mana shu kartaga menga spravka ko'rinishida bitta hujjat qilib beringlar deyman. U yerda nima yozilgan bo'ladi? Haqiqatan ham shu kartani egasi, shu ismli shaxs mana shu yerda istiqomat qiladi. Haqiqatan ham bizning bankimizning mijozi degan ma'noda o'sha pechatlari bilan bitta spravka qilib beringlar desam, spravka qilib berishi kerak. Menga o'sha men karta olgan bank shunaqa menga hujjat qilib berishi kerak. Nimaga deb so'raladigan bo'lsa, to'g'risini aytilaveradi. Shu Forex brokerdan verifikatsiyadan o'tayotgandim, shunga hujjat kerak deyiladi. Ikkinchi variant my.go.uz saytidan tayyor qilib yashash manzilimni PDF faylda yuklab qo'yganman telefonimga. Hozir shuni загрузить qilamiz. Qanday qilib ushbu saytdan yashash manzilinglarni elektron variantda skachать qilishni videoga ссылкасini yuqorida hozir qoldiraman. Bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rdinglar do'stlar. Yukladim, hammasini joyladim. Endi submit document tugmasini bosib qo'yamiz. Endi kutamiz. Bo'ldi, kerakli hujjatlarni jo'natdik. Endi kutamiz. Tepada mana X zakrit qilamiz buni. Tak, mana kabinetimiz, mana bitta обновление beramiz. Ko'rib turganinglardek do'stlar, biza hujjatlarni tekshiruvga jo'natdik. Mana tepada statuslarni ko'ryapsizlar. Ikkalasida ham o'sha обработка bo'lyapti. Sizlarning hujjatinglar degan status bizda turibdi. Agar biza verifikatsiyadan o'tsak, mana shu joy do'stlar yo'qolib qoladi. Bizda o'sha yo'q bo'ladi. Bu degani verifikatsiyadan 100% o'tdik degani. Agar hujjatlarimizni отказ qiladigan bo'lsa, mana shu sariq значокka o'rnida qizil rangda X, ya'ni sani hujjating qaytarildi, mamlaqangga darabotkasi bor ekan, yoki bo'lmasa mamlaqa qilib, tiniqroq qilib, yoki bo'lmasa boshqacha hujjat qilib jo'natgan deb sababini ham o'zi aytadi do'stlar. Agar qaytarsa, agar o'tadigan bo'lsa, bu narsalar bizda yo'qoladi polniy. Hozir videoni pauzaga qo'yaman.
sizlar bilan birgalikda buni ko'ramiz. O'tdimi, o'tmadimi? Ko'rib turganingizdek biza muvaffaqiyatli ravishda verifikatsiyadan o'tdik. Xudo xolasa, mana ko'rdinglar, telefon variantida qanday qilib registratsiya, verifikatsiya va eng asosiysi mygov.uz dan qanday qilib yashash to'g'risida hujjatimizni olishni ham sizlar bilan birgalikda buni ham ko'rib chiqdik. Sababi ko'p holatda Xnestda muammo bo'layotdi. Aynan mana shu joyga kelganda foydalanuvchilarimizning hujjatini atkaz qilib yotuvdi Xnest. Mana shu hujjatni lekin bittada olyapti. Sizlar mana ko'rib turganingizdek, menda o'sha status yo'qoldi tepada, o'sha men verifikatsiyadan o'tdim. Bemalol hisob raqam ochib, pul solib ishlashim mumkin bo'ladi. Keyingi videolarimizda xudo xolasa sizlar bilan telefon variantida qanday qilib hisob raqam ochish, qanday qilib Visa kartidan pul solib, pul chiqarishlarni ham ko'rib chiqamiz va albatta MetaTrader 4 va 5 savdo terminallariga ham hisob raqamni ulashlarni ko'rib chiqamiz. Videomiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, kanalimizga podpisatsiya, like va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishinglarni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishgungacha xayr, salomat bo'linglar.